nikah okuyapmiz yaşlarga. Nikah okuyapmiz. Yaşlarımızın terbiyesi bu. Musulmon jamoat qizlarga men aytmoqchi edim. Juda katta mehr so'rab berdilar. Juda olmaydigan mehr. Ba'zi birovlarning to'yga qiladigan xarajatini so'rab berdi. Yigitlar sizlarga aytadigan narsam, bu narsa savdo, bu narsani nikohga kelguchi kelishib kelinglar. Appere biladiganlaring appere biladigan narsalarni yedinglar. Apperenmaydiganlar neydi? Apperenmayme deb aytish bu uyat emas. Bu sharmanda bo'lish emas. Sharmanda bo'lish qachon bo'ladi? O'ylangan so'ng apperenmay qolib ajrashib ketish mana bu shunday narsalar bo'ladi. Musulmon jamoat bizlerin diyarimizga, qizlar bizlerin diyarimizga to'g'ri kelmaydi. 50 gram, 60 gram tilla degan narsa bizlarga to'g'ri kelmaydi narsa. Sababi bizlerin Araplarda neydi? Kilo tillamiz yo'q. Uların açı yatıp abayotgan aylığı başkası inşallah Kazakistan'ın bir vaqtga shunday bo'lar. Lekin hozirgi vaqtda bu narsa olmaydi. Qizlar o'ylanakka yo'q, o'zi bor ekan o'yini qarzga tiqib bor ekan o'ylanakka yo'qlar. O'zi tegayotgan yigitini qiyinchilikka tiqib borib xotin olayotgan o'ylanakka yo'qlar. Bundan so'ng qanday baxt so'rayapmiz biz? Erimizni shuncha qiyinchilikka tiqib qo'yib, erimizdan qanday muloyimlik so'raymiz. Mana shu narsani qizlarga nikohga bor ekan erga tegan qizlarga tushuntiraylik. Peygamberimiz Aleyhisselam ne dedi? Ras akıllul mehri 10 dirahim. Mehrin en kemi 10 dirham olsun. Bu 4,5 gram tilla, bu 60 gram emas. Mehrin en kemi 4,5 gram tilla olsun dedi. İhanımızga maaş narsani soranlar deb qizlarga abdan edipmi? Lekin arasida neler chiqyapti? Mümkün emas bu narsa. Ballar bu uyat emas. Savdolashish, nikohga kelguchi so'ranglar, mehrga ne so'raysizlar? Merege kep ana bo'lajak ayelning altida, kanmayasining altida sharmanda bo'lmayman deb apperami deb va'da berib qo'yibdi da shu so'ng nima bo'lyapti? Vaqt kelgan so'ng belgilangan vaqt kelgan so'ng bir ajrashib ketdi. Payg'ambarimiz alayhissalom ne dedi? Nikahın barakasi neydi dedi? Mehrin yengil bo'lishi. Valimening yengil bo'lishligi, to'ying yengil bo'lishligida nikahning barakasi. Agar eri bilan yonma-yon oladigan bo'lsa, erini qarzga tiqmasdan. Eri bilan yonma-yon oladigan bo'lsa, ana unda bo'ladi, baxtam bo'ladi, boyligim shunda bo'ladi. Musulmon jamoat men hayron qolyapman. Bu kuni shunday so'rab berdilar, bolalar niqlarini bilmay qoldi. Ana deydi, yo'q deydi, sharminda olma deydi. Ha deydi, 60 gram tilla degan juda katta narsa u. O bir to'y qilib o'tadigan narsa u. Ya 50 gram so'raydilar. Ya musulmon jamoat qizlarimizning tarbiya qilyapti, bu olmaydi. Bu olmaydi. Sababi onu apperebiladiğini var. Apperenmeydiğini var. Apperenmeydiğini neydi? Rossiyaga qo'ydi. Apperenmeydiğini chet elga qo'ydi. Nima uchun? Mehr farz, vaqt berish kerak deb turibdi.